garib shodmon bo'lmas emish, el anga shafiq u mehribon bo'lmas emish. Altın kafas içragar qizil gul bitsa, bulbulga tikandek oson bo'lmas emish. Mana yaqinda yangi maktabimiz ishga tushdi. Maktabimiz juda ham chiroyli, shinam, ozoda, yorug'. O'quvchilarimiz hamda biz bundan juda xursandmiz. Buning uchun, bu yangi maktab uchun prezidentimizga hamda tumanimiz hokimligiga juda katta rahmat aytamiz. Kelajakda biz tarbiyalayotgan farzandlar, kelajagimizda farzandlarimiz O'zbekistonimizni gullab yashnashiga o'z hissalarini qo'shadi degan umiddamiz. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay.